oilasi o'xshamasdan ajrashib ketgan va farzandlari bilan o'z kunini o'zi ko'rayotgan ayollar bilan hurmatsiz erkaklar ishqiy o'yinlar o'ynamanglar. Chunki uni ona ekanligi esingizda tursin har doim. U ona u. Mayli siz uchun ko'chadagi bir buzuq ayollar darajasidadir, ajrashib ketdi, endi u bilan nima qilsam bo'laveradi deb o'ylarsiz. Lekin esingizdan chiqarmang, u ayol farzandlari uchun yashayapti. Ajrashib ketgandan keyin endi uni eri yo'q boshida. U nima qiladi? Ishlasa ham bolalari uchun, ko'chaga chiqsa ham bolalari uchun, mehnat qilsa ham bolalari uchun. Endi bir erkakka u ayol imkoniyat bergan bo'lsa, bilingki bu juda uzoq o'ylangan ish. Farzandimga ota kerak deydi. So'g'imda menga suyanchiq bo'ladi deydi. Menga himoyachi bo'ladi yolg'iz ayol boshimga deydi. Mana shu narsalarni o'ylab chiqib, u bir erkakka ishonch bildiradi-da, u erkak zoti nima qiladi keyin? Yarim yo'lda tashlab ketadi. Bu juda xunuk narsa bu. Uni ayolligini hurmat qilmasangiz ham ona ekanligini hurmat qiling. Ko'zingiz yetmasa, aqlingiz yetmasa, bormang oldiga, gapirmang.